istasangiz biroz ilmdan gaplashamiz. Shunda kim nimani haq etishi va nimani haq etmagani o'rtaga chiqadi. Hazrati Ali Efendimiz va Muaviya o'rtasidagi hakam masalasiga nima deysiz? Har ikkisini ham kuchayish borasida o'rtalarda bir hakam tayin etib, islomning taqdirini ularga qo'yib berishlariga joiz. Oralarda bir ixtilof bo'lganda, buni sulh yo'li bilan hal qilish uchun bu zarur bo'lgan. ilmingiz qanchalik yetarsiz ekani ma'lum bo'ldi. Hakam tayinlash xato bo'lgan. Tushunishimcha, bu masala xususida oramizda turli xil fikrlar bor. Bu masalani hal qilish uchun meni o'ldirasizmi? Yo'qsa munozara qilamizmi? Munozara qilamiz albatta. Xo'p, munozara qilayotganimizda ixtilof kelib chiqsa, kimni hakam bo'lishini istaysiz? Kimni xohlasangiz shuni marhamat tanlang. Xo'p. Sizni odamlaringizdan hakam tayinlayman. Keling. Munozara qilayotganimizda ixtilofga tushsak, hakam bo'lasiz. Falloh afandi, bu shaxsning hakam bo'lishiga rozimisiz? Roziman. Unday bo'lsa, bu munozarada men g'olib chiqdim. Hazrati Ali Efendimiz bilan Muaviya o'rtasidagi tortishmada hakamni qabul qilmayapsiz. Lekin hozirgi tortishmada o'z odamingizni hakam sifatida qabul qildingiz. Bu ilmiy xususda yutqizganingizga ko'ra, iddaolaringizdan voz kechsangiz bo'ladi. Men bilan ilm tortishishni istashingizning sababi islom xalifaligiga haqli emasligimni o'ylaganingizmidi? Yuringlar. Ketamiz. Men ketmayman. Sizni hech qanday ilmingiz yo'q ekan. Xalifa hazratlari sizni bir so'z bilan mag'lub qilib, johilligingizni ko'rsatdi. Ham hakamga e'tiroz qildingiz, ham o'zingiz hakam bo'lishimga ruxsat berdingiz.